o'rtoqlar. Bu poligonda evej o'ta professional nivej bo'ladi ekan o'rtoqlar. Qanchalik texnika bezopasligiga to'g'ri keladi bu, qanchalik bir haqiqatda to'g'ri keladi bilmadim, lekin primoy o't ichine traktor bilan, ya'ni xom bilan girib kovalab turibdilar buni. O'tdan qayta kovalasa battar olib yonikdimi bu? Lekin qoyil videoni chiqarganimizdan bir 20 minutdan keyin keldilar уже. Chora ko'radilar deb o'ylab edik. Adashgan o'xshimiz. Battar qilishga yordam berib turibdilar. Bu kuchli yonib turibdi bu olov. Kuni turibmi yo'qmi bilmayman, shu deyna. Uni olov yonib turibdi. Yana shu texnika bunun ichine girib bir balolar qilib turibdi ishqilib. Navga erishsak bu bilan ketjak bilmadim lekin. Yaxshi yonib turibdi. Bu olov ichine traktorga kirish qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri kommentariyada o'zingiz bir fikrlaringizni qoldirasizlar deb umidamiz. Buncha katta maydoni traktor bilan o'chirishga harakat qilish o'zi bir g'alati qaror deb o'ylayman. Chunki dumludi shunda o't yonib yotibdi muloqot. Birdam yo'q bo'lsalar ham portlab yotibdi buning ichida navladir. Odam hayoti uchun bu traktor o'zini o't olib ketmasligini, traktorchi ichida sog'lom qolishini kim kafolat beradi bilmayman. Hop, odam ham yuribdi ekan buning ichida. Maşallah. Hech qanday nabornik yo'q. Yine texnika bezopasnosti degan narsalar bo'ladi-da. Bu narsaga bir jiddiy qaralishi kerak bo'lgan narsa o'xshaydi hali bu. Mutasaddilarga iltimos qilib so'ragan bo'lar edik. Kelib, o'rganib ko'rishlarini. Qanchalik to'g'ri bu? Birinchidan bunchalik o't olgan vaqtimda pojarni chaqirish kerak deb o'ylayman men. Bu birinchidan, ikkinchidan bu o'rtoqlar bu bulutli kun emas. Ko'pchilik biladi. Osmon uzi bulut. Xudo xolasa yaqin o'rtada Xorazm viloyatiga prezidentimizning tashrifi rejalashtirilib turibdi. Prezidentimiz kelsalar buni osmondan ham ko'rsalar kerak edi. Nega bo'lib turganmi? Chunki bulut bo'lib turibdi taxminan. Vaqtida chora ko'rishlarini iltimos qilib so'ragan bo'lar edik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling barchalarga. Salomat bo'lsin.